Hop, kitobni 7-bo'limi haqiqatda jasliqqa bag'ishlangan. Bu jasliq am, to'g'risi juda ham ko'p eshitganman. Endi xabaringiz bor, men ma'lum bir muddat Fransiyada yashaganman. 2007-yildan toki 2021-yilga qadar. Bu kitobda ham u to'g'risida qisqagina gapirib o'tganman. Fransiyaga borishimning, ya'ni aynan Fransiyaga borishimning sababi bu Tolib Yoqubov. Tolib Yoqubov Xudo rahmatiga olgan bo'lsin, u kishi o'tib ketdi. Asli Jizzaxlik inson huquqlari faoli edi. Xo'p, demak men ma'lum bir muddat Qozog'istonda yashaganman va shu paytda adashmasam 2007-yilning yoki aprel yoki may oylari edi. U paytda hamma Skype'dan foydalanardi va bir kuni Tolib aka menga Skype'dan yozib qoldi. Kamoliddin, tinchlikmi? Siz hozir Qozog'istonda ekansiz dedi. Men bog'lanib ancha gaplashdik. Keyin Tolib aka o'sha paytda o'zi Fransiyada edi. Unday bo'lsa men kontaktlaringizni ba'zi bir tanishlarga beraman, ular aloqaga chiqadi. Siz vaziyatingizni tushuntiring degandi. Keyin shunday bo'ldi ham va shu 2007-yilning noyabriga borib Fransiyaga oilam bilan ketganman. Deyarli qo'shni bo'ldik. Nima bilan? Tolib aka bilan. Tolib Yoqubov, u kishi asli matematika fanlari nomzodi, ya'ni kandidat nauk. Milliy universitetda, eski nomi Toshkent davlat universiteti Tashquda dars bergan ancha vaqt. O'sha Sovet ittifoqi davrida juda ham kuchligina matematik edi. Matematikadan bir qancha kitoblar yozgan odam. Ya'ni nihoyatda aqlli, nihoyatda bir sergak odam. Endi Sovet davridagi dissidentlarga qarasangiz, juda ham ko'pchiligi aniq fanlardan chiqqan olimlar bo'lgan. Mana Saxarov bo'ladimi, boshqalari bo'ladimi? Xuddi shunday holat bu O'zbekistonda ham davom etgan, ya'ni ko'ringan. Mustaqillik uchun, til uchun, milliy o'zlik uchun kurashganlarning ko'pchiligi, mana erkchilar, birlikchilar, mustaqillik uchun kurashgan mutafakkirlarning ko'pchiligi, ya'ni birinchi bo'lib bayroqdor bo'lib maydonga tushgan odamlar aslida kompartiyaning ichidan chiqqan odamlar emas, aslida. Ya'ni olimlar bular. Shulardan bittasi Tolib Yoqubov bo'lgan. Fransiyada biz deyarli qo'shni bo'ldik Tolib aka Yoqubov bilan. O'rtamiz 50 kilometr edi. Endi o'zbeklar juda ham kam-ku yerda. Men Sable degan shaharda turardim, Tolib aka Anjeda turardi. Poyezd yo'lda tez yurar poyezd. Poyezdga o'tirsak 15 minutlik poyezddan bor, 20 minutligi ham bor, lekin hech qaysi yarim soat, 1 soatda olib bormaydi. Shu 50 minutga, ya'ni 50 kilometrga 15 minutda olib boradi. Juda ham tez olib boradi. Mashinada taxminan plus minus 1 soatda borsa bo'lardi. Ya'ni shahar balki bepul yo'lda yuradigan bo'lsa, aholi punktlaridan u yerda yo'l qoidasiga qat'iy rioya qilish kerak. Kameralar kam bo'lgani bilan, lekin hamma shu shoshilmasdan haydaydi. Ya'ni Tolib aka bilan har bayramda, har u bu voqeada yoki O'zbekistondan mehmonlar kelganda Tolib Yoqubov meni chaqirardi, men Tolib akani chaqirardim. Ya'ni qo'shni bo'ldik. Tolib aka birinchi bo'lib jasliq to'g'risida eshitganim bu to'g'ri. Maqolalarni o'qiganman, lekin jasliqning ichki dunyosiga kirib borishim aynan Tolib Yoqubov tasvirlab bergandi. Chunki mana OPCHU degan tashkilot bor edi, rus tilida aytganda, Organizatsiya по правам человека в O'zbekistoni, ya'ni O'zbekiston inson huquqlari jamiyati. OPCHU deyiladi, ya'ni O'zbekiston inson huquqlari tashkiloti, bu Tolib akaning tashkiloti. Mana ezgulik ro'yxatdan o'tgan 2002-yilda ezgulik inson huquqlari jamiyati bu boshqa tashkilot. Lekin Tolib akaning tashkiloti ro'yxatdan o'tmagandi O'zbekistondan va chiqib ketgandi. Endi Tolib aka o'sha inson huquqlari tashkilotining rahbari sifatida menga jasliq to'g'risida juda ham ko'p gapirib bergan. Qolaversa, kuyovi Azamjon aka, endi mendan 1-2 yosh kichkina u kishi. Ko'p ko'rishganman. Mana O'zbekistonga qaytgandan keyin mana elchixonalarda, bu tadbirlarda, keyin mana yuksalish tashkiloti bor, inson huquqlari bo'yicha har yili umuman bir qancha yo'nalishda forum o'tkazadi. Shulardan bittasi inson huquqlari bilan bog'liq bo'ladi. O'sha yerda ham Azamjon akani tez ko'rib turaman. Ya'ni har bir yilda 1-2 marta ko'rib turaman. Azamjon aka 11,5 yil
A'zam Farmonov ya'ni. Aka deganim bilan bir ikki yosh kichkina aytganimdek. 11,5 yil o'sha nimada o'tirgan, jasliqda o'tirgan odam. Tolib aka juda ham ko'p gapirgan jasliq to'g'risida. Endi jasliqning tarixi juda ham qiziq. 2000-yillarning boshida hech kim ishonmagan jasliq degan qamoqxona borligiga. Birinchi bo'lib 2002, 2003, 2004-yillarda haligi tasdiqlanmagan mana shu mishmishlar chiqib boshlagan. Shunday bir qamoqxona bor emish deb. 2005-yildan keyin bir qancha maqolalar chiqqan edi. Xo'p, jasliq bu yoshlik degani Qoraqalpoq tilida. Mana demak, Qoraqalpog'iston Nukusdan ham 300 kilometrda g'arbda joylashgan, juda ham borish nihoyatda noqulay bo'lgan joy. Sovet ittifoqi davrida bu yerda haligi har xil eksperimentlar, ya'ni ma'lum bir qurollarni, ma'lum bir medikamentlarni sinovdan o'tkazgan juda ham yaroqsiz joy bo'lgan. Lekin u yerda bino bo'lgan, inshoot bo'lgan, o'ralgan joy bo'lgan. Va o'sha birinchi ma'muriyat davrida 90-yillarning oxirida, 2000-yillarning boshida mana shu yerda qamoqxona tashkil qilish g'oyasi paydo bo'ladi. Lekin buni u payt endi bilmadim bu g'oyani kim olib kirgan, qanday paydo bo'lgan, uni to'g'risida kitobda men ma'lumot bera olmaganman, chunki hozir ham bilmayman. Ya'ni asli ideyani, birlamchi g'oyani kim berganligini bilmayman. Lekin bu qamoqxona O'zbekiston qamoqxonalarining reputatsiyasi juda ham yomon edi. Chunki O'zbekistonda qiynoqlar tizimli, keng ko'lamli qo'llaniladi va davlatning siyosati hisoblanadi degan xulosalar berilgan. Mana qiynoq qo'llash bu demokratik davlatlarda ham bo'lib turadi. Misol uchun, mana Amerikada Black Lives Matter degan kompaniya bo'lganda bir necha yil oldin, ya'ni o'sha siyosiy kompaniya, siyosiy targ'ibot yoki umummilliy harakat bunda qora tanli bitta odamni qamoqqa ham olish emas, o'sha yo'lda to'xtatib uni nima qilish, qo'lga olish jarayonida bo'ynidan qattiq bosib turganidan keyin militsiya, ya'ni politsiya tomonidan bosib turilgandan keyin o'sha odam nafas ololmayapman deydidagin o'lib qoladi. Ya'ni politsiyaning shafqatsizligi bu odamning o'limiga sababchi bo'ladi. Yoki Parijda ikkita militsioner, ya'ni jandarmeriya yo'ldagi hijobli ayolni kuch ishlatib qo'lidagi qurol bilan pichoqlab qo'yadi. Ya'ni pichoqlab tashlaydi aslida. Ular o'sha ongli qilishadi. Ya'ni bu jamiyatdagi fobiyani yoki boshqalarga nisbatan ksenofobiyani ko'rsatadi. Odatda militsiyaga, jandarmeriyaga, politsiyaga men Fransiyada yashaganimda ko'p gaplashganman. Ba'zi bir sobiq jandarmeriyada ishlagan odamlar bilan gaplashganman. Nima shu yerdan ishdan ketdingiz desa, atmosfera juda ham yomon. Muttasil jinoyatchilik bilan to'qnashib, odam o'zi izdan chiqib ketadi. Odamlarga faqatgina salbiy qaraydigan bo'lib qoladi. Beradigan oyligi juda ham past. Ya'ni bu Fransiyada ham bor-da endi. Boshqa joylarga nisbatan juda katta oylik berib yormaydi, lekin xalq bilan kurashib, xalq bilan tirashib, odam bir odamovi yog'oy bo'lib ketadi degan bir fikrlarni ham aytgandi. Sebastian degan bir tanishim bor edi. O'sha yana boshqa tanishlarim ham shunaqa Fransiyada aytishgan. Xo'p, demak, kuch ishlatish yoki qiynoq qo'llash bu har qanday jamiyatda bo'lishi mumkin bo'lgan narsa, lekin u davlatning siyosatimi va davlatning siyosati bo'ladigan bo'lsa, qanchalik davlatning siyosati degan savol paydo bo'ladi. Davlatning siyosati degani mana shu qiynoqlarni davlat biladi. Ikki holat bo'lishi mumkin. Birinchisi bilib bilmaslikka oladi, ikkinchisi yashirincha qo'llab-quvvatlaydi. Qiynoqni bosinglar deydi, bularni qiynanglar deydi, bularni yo'qotinglar, bularni deydi faqat o'yligi chiqsin deydi. Mana bu davlat siyosati bo'ladi. Lekin davlat siyosati bo'lmagan holatlarda bu shaxslarning o'sha frustratsiya deymiz, g'azablanishi, charchashi, ehtirosga berilishi natijasida bo'ladi. Odatda huquqiy davlatlar qiynoqlarni oldini olish uchun juda ham yaxshi o'ylangan, mana psixologlar, huquqshunoslar yordamida ma'lum bir instruksiyalar ishlab chiqqan.
odam qizishib ketmasligi uchun, misol uchun dopros ya'ni so'roq qilayotgan paytida ham politsiya yoki tergovchi kimdir birov qizishib ketadigan bo'lsa, instruksiyaga ko'ra uni birdaniga o'sha jarayondan chiqarishadi. Bo'ldi, sen qizishib ketding, sen o'sha buzyapsan, zarar keltiryapsan, ehtirosga berilding degan ma'no pozitsiya paydo bo'ladi. Agarki o'sha so'ralayotgan odam, ayblanuvchi odam o'sha tergovchi manfaatdor bo'lsa, masalan, tergovchining yaqin do'sti yoki qandaydir qarindoshi bo'ladigan bo'lsa, bunday tergovchi o'sha odamni so'roq qilishga qo'yilmaydi. Neytral odam qo'yilishi kerak. Chunki tergovchi agarki uni jinoyatchi deb ishonadigan bo'lsa, uni asoslashga, isbotlashga harakat qiladi. Germaniyada bitta eksperiment bo'lgan, juda ham qiziq. Bu to'g'risida kinolar ham bor. Germaniyani o'zini ham dunyo davlat psixologiya bo'yicha. Universitet, tasavvur qiling, taxminan 50 ga yaqin student bo'ladi va o'qituvchi, professor aytadiki, bitta ijtimoiy eksperiment qilamiz deydi. Men hozir to'liq kartinani salgina adashtirishim